Hurmatli vatandosh ijodkorlar, vatandoshlar jamoat fondi xorijiy davlatlar hamda qo'shni qardosh mamlakatlarda istiqomat qilib, o'zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga munosib hissa qo'shayotgan vatandosh ijodkorlarning asarlarini fond homiyligida nashr etish orqali ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishni maqsad qilgan. Siz ushbu nashrlar orqali adabiy do'stlik, abadiy do'stlik loyihasini yangi bosqichga olib chiqishda o'zingizning eng sara ijod namunalaringizni fondga taqdim etib, biz bilan yaqin hamkorlik qilish imkoniga egasiz. Loyiha doirasida she'r, hikoya, esse, qissa, dramatik hamda boshqa publitsistik asarlarni qabul qilish ishlari davom etmoqda. Ijod namunalarini joriy yilning 5-sentyabriga qadar ko'rsatilgan manzilga elektron shaklda muallif, ya'ni o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar bilan yuborishingiz so'raladi. Aziz vatandoshlar, sizni milliy adabiyotimiz va ma'naviy merosimizni boyitishga xizmat qiladigan ushbu loyihada faol ishtirok etishga chorlaymiz.